Assalomu alaykum. Piskent tumaniga remontga kelganmiz. Inkubatorimizni datchigi yonib ketdi deyishdi. Kelsak, mana shu ahvol. Mana bu narsa portlagan. Bu ishlagan inkubator. Graduslarni olib chiqqan. Keyin mana shu holat bo'lgan. Hozir kontrolni almashtirdik. Iltimos, tushuntirib o'ting. Bitta stabilizator qo'ysangiz, mana shu ahvol bo'lmaydi. Tok ko'tarilib ketsa, masalan, stabilizator ichidagi prognozlari ketadi, bu arzimagan pulga tuzaladi. Mana shunaqa holat kelib chiqmaydi. Tok past bo'lsa ko'tarib beradi, tok baland bo'lsa pasaytirib beradi. Endi mana bu holatda mana hozir bizda emas-da, bitta kontrollerda endi xizmatiga pul olamiz. Sizlar ham shunaqa narsalarga ehtiyot bo'lasizlar akalar. Oldinda Ulom akamga 7-maktabda oldik ekan, Piskent tumanida chiroyli qilib tushuntirdik. Ulom aka, bizdan rozimisiz, ishimizdan rozimisiz? Ishimiz yaxshimi? Ha. Rahmat aka, Obedda aytildi, obeddan keyin kelib bartaraf qilib berishdi. Aniq, nosa joyini. Rahmat, baraka topinglar.